48 kilogramm vazn tashlashim kerak edi. Tamom, bunga qodir emasman dedim. Shokoladli kokteylimni olib, ishxonamga Ecolabga qaytdim. Hayotim shunaqa edi, ishim shunaqa edi. Hasharotlarni, kemiruvchilarni va shunga o'xshash narsalarga vaqtimni ketkazardim. Ertasiga ertalab, aniqrog'i tongda ishga bordim va ochig'i suvaraklarni yoqtirmayman. Bir restoranda suvaraklarni butun bir koloniyasiga duch keldim. U yer hasharotlar, kemiruvchilar bilan to'la edi. O'sha yerda o'tirib o'yladim. Bu meni taqdirim. Mana shu hayotim bo'lib qoladi, aynan mana shu. Yo'q dedim o'zimga. Yo'q, bu meni hayotim emas. O'sha restoranni o'zida ishimni tashladim. O'sha yerda purkagichni, ishimga aloqador hamma narsani qoldirdim. Ecolab furgonimga o'tirdim va uyga qaytdim. O'sha kundan boshlab mashq qila boshladim. Yer sayyorasidagi eng qat'iyatli odamga aylandim. Men shunday bir odamni yaratishim kerak ediki, avval mavjud bo'lmagan. U har qanday azob-uqubatni, og'riqni, tanqidni qabul qila oladigan bo'lish kerak edi. Oxir-oqibat dunyo niger deb haqoratlasa ham, ularga qarab ko'zimdan yo'qoling deb ayta oladigan odamni yaratdim. Bu qat'iyatli fikrlash tarzini og'riq orqali yaratdim. O'z hayotimni sindirish orqali bunga erishdim. Agar kechasi soat 3 da tashqarida yomg'ir yoki qor yog'ayotgan bo'lsa, birinchi fikr tashqariga chiqma bo'ladi. Hissiyotim esa, yo'q, tashqariga chiqib uni bajarishimiz kerak deydi. Hayotimdagi har qanday qiyin va odatda yo'q deb ataydigan narsalarimni bajarishga o'zimni majbur qilardim. Ko'pchilik uchun bu inson uddalay olmaydigan ishlar edi. Lekin men buni qilishim shart edi. O'sha paytda vazn tashladim. Vazn tashlab ish beruvchi oldiga qaytdim va guruhga qo'shildim. Bir yil ichida 3 marta jahannam haftaligi mashg'ulotlarini o'tkazdim. Bilishimcha, bir yilda 3 ta jahannam haftaligidan o'tgan yagona odamman. Birinchisini uddalay olmadim, lekin keyingi ikkitasidan o'tdim. Shu vaqtdan boshlab ortga qaytmadim. O'sha jarayon orqali shuni tushundimki, inson ongini o'zi yaratadi. Men ilgari mavjud emas deb o'ylagan eshiklarni ochishni boshladim. Eshiklar qancha ko'p ochila boshlasa, shuncha ko'proq imkoniyatlar deyarli cheksiz ekanligini angladim. Bu meni butun fikrlash tarzimni o'zgartirdi. Men David Goggins edim, lekin o'zimni qayta yaratib, Gogginsga aylandim. Va bu yo'l bebaho bir yo'l. Uni odamlarga tushuntirish qiyin, chunki bu juda tez va osondek eshitiladi. U vazn tashladi, 3 ta jahannam haftaligini o'tkazdi, Delta otryadiga qo'shildi. Og'ir damlar edi. Har kuni shafqatsiz bir sayohat. Odamlar baxtlimsan deb so'rashardi. Agar kimdir meni hayot hikoyamni bilmoqchi bo'lsa, men unga shunchaki bir bo'lakchasini aytib bera olaman. Hozir Joe Rogan oldida turib, hayotimni aytib berayotgan joyimga yetib kelishim uchun boshdan kechirgan narsalarimni hisobga olsak, bu faqatgina o'zimdan faxrlanish hissini uyg'otadi. Lekin bu hissiyotni odamlarga ko'rsatib bo'lmaydi. Chunki ular mana bunaqa yuzimga qarab, "Hammasi yaxshimi? Nima bo'ldi senga?" deb so'rashadi. Men esa qat'iyatli bo'lishga harakat qilganman. Odamlar bu hikoyani eshitishlari kerak. Bu ko'pchilik uchun ilhomlantiruvchi hikoya. Chunki ko'plab odamlar o'zini tuzoqqa tushib qolgandek his qiladi. Ular qotib qolganliklarini his qilishadi va hech narsa qila olmasliklariga ishonishadi. Endi borimiz shu ekanda deb o'ylashadi. Sen o'zingni xuddi shunday his qilgan odam eding, lekin qanday qilib u odam bo'lmaslikni va o'zing hurmat qiladigan inson bo'lishni o'rganding? Qanday qilib boshlading? Chunki avval muvaffaqiyatsizliklarni boshdan kechirgansan, to'g'rimi? Masalan, suv masalasida ham taslim bo'lganding. Ikkinchi marta urinib ko'rganingda qaytib borib vazn yo'qotishing kerakligini bilib, ishingdan ketding. Birinchi yugurishimda 134 kilogramm vazn tashlashga qaror qilgandim. Taxminan 32% tanam yog'dan iborat edi. Avval 6 kilometr yugurishni reja qilgandim. Bunaqa og'riqli bo'lishini bilmasdim. Ilgari semirib ketmasimdan oldin yugurganman. Buni qila olaman deb o'ylagandim. 400 metr yugurib uyga piyoda qaytib keldim. Uyga kelib divanda yig'ladim. Keyin 20 daqiqalik masofada joylashgan onamni uyga bordim va uning divanida yana yig'ladim. Buni qila olmayman deb. Nima qilishimni bilmasdim. Kimdir mendan homilador bo'lib qoldi. Hayotim dabdala bo'lib ketdi. O'sha paytda oyiga $1000 ishlab topardim. Uyimning ijarasi esa $810 edi. Miyam doim men bilan urushardi. Sen yetarli darajada yaxshi emassan. Bu seni ishing emas. Ular dunyodagi eng kuchli odamlar. Sen ulardek emassan derdi. Bu qanchalar g'alati eshitilmasin, Rocky filmiga qattiq bog'lanib qolgandim. Ayniqsa birinchi qismiga. Bolaligimda har kuni uyga kelib Rocky'ni tomosha qilardim. Kasetani olib 14-raundga o'tkazardim. 14-raund meni boshqacha larzaga solardi. Nimaga?
Chunki musiqasi sababli. Turnike tortinish bo'yicha rekord o'rnatganimda shu musiqani qayta 17 soat davomida tinglaganman. Men hayotimni oldindan tasavvur qila olaman. Ko'p odamlar e'tibor bermagan jihatlarni payqay olishni bilardim. Buni ustida ishladim. Men ko'rgan narsa shu ediki, Apollo Creed Rocky'ga juda jiddiy zarba berganda, uni urib tashlaganda, Rocky kurashda davom etdi. U savodsiz edi, o'qiy olmasdi, xuddi mendek o'qiy olmasdi, yoza olmasdi ham. Faqat qaytmas edi tamom. Apollo uni burchakda urib yiqitdi. Hamma unga o'rnidan turmaslikni aytdi, lekin u o'rnidan turdi. U turganda Apollo Creed qo'llarini havoga ko'tarib, g'alabasini nishonlardi. Creed orqasiga o'girilib, Rocky'ning o'rnidan turayotganini ko'rdi. Apollo Creedning o'sha paytdagi yuzi meni o'zgartirdi. Apollo Creedning yuzi. Rocky o'rnidan turdi, g'alaba qozonmadi, faqat o'rnidan turdi. Apollo Creed bo'lsa, chempion edi. U eng zo'ri edi. Rocky o'shanda uning ruhini sindirdi. Haqiqatdan ham uning ruhini sindirdi. Apollo boshini egib, unga kimsan o'zi deb qaradi. Men shunday bo'lishni istadim. Rocky bo'lishni emas, odamlarni menga shunday qarashlarini istadim. Ular meni yoqtiradimi, yo'qmi, qiziq emas. Bu qaysar har qanday narsaga qarshi kurashda davom etadi deyishlarini istadim. Shuni xohladim. Shuni xohladim. Faqat shuni. Buni dunyodagi hamma narsadan ham ko'proq istadim. O'zimni tasavvur qilardim. Yiqilib yana turib ketayotganimni, meni negr deb atagan har bir odamni oldida, hatto o'zimni ham oldimda. Shunchaki ikki oyog'im bo'lishni emas, ular bilan masofa bosib o'tishni xohladim va masofani bosib o'tish menga shu darajaga yetishimga yordam berdi. Hozir esa o'sha masofadan ancha olislab ketdim. Xo'sh, birinchi kuni chorak mil yugurib uyga qaytding. Ha, Ruhing pasaygan. Qanday qilib yana davom etding? to'g'risini aytsam, uyga keldim. Qo'limda shokoladli kokteyl. O'tirib taslim bo'ldim dedim. Hech qachon bunday bo'lmaydi dedim. 48 kilogramm yo'qotish tugul 402 metr ham yugura olmadim. Men barcha negativlarni qabul qilib, o'zimni baxtiyor his qilmoqchi edim. Agar shunday bo'lsa-chi deb ko'p takrorladim. Qanchalik g'alati eshitilmasin, bu haqiqat. Chin haqiqat. Ish beruvchilardan biri dengiz flotida qora tanlilar kamdan-kam bo'lishini aytgandi. Men 7 yillik dengiz floti tarixida 36-qora tanli ofitser edim. Aqlga sig'maydi. Suvni deb albatta. To'g'ri. Bu achchiq haqiqat, lekin meni to'g'ri qabul qiling. Keyin o'tirib o'yladim. Agar o'sha semiz, besonaqay, do'st bo'lish uchun yolg'on ishlatadigan, o'ziga ishonmaydigan yigit bularni yengib o'tolsa-chi? Agar degan o'ylar orzusi menga doim kuch bergan. Har doim, doimo kuch bergan. Agar dengiz floti ofitseri bo'la olsam-chi? Agar o'sha la'nati 402 metrni bosib o'tolsam-chi? Agar bularni hammasini uddala olsam-chi, epla olsam-chi? U holda o'zimni qanday his qilardim? Boyagi ko'rsatuv haqida aytib berdim-ku, guruhi 224 haqida. Komandir o'rnidan turdi-da, bitiruvchilarga shunday dedi. Ular 18 nafargina qolgandi. Biz o'rtachalik qadrlanadigan jamiyatda yashaymiz. Va yana u o'rtachalikni yomon ko'rish haqida bir nimalar dedi. Men ham o'rtachalikni yomon ko'radigan odam bo'lgim keldi. Bu menga ko'p muammo olib keldi. Avvalgi tayyorlov dasturida, keyin esa hayotim davomida qiyinchilikdan qochadigan odamlardan nafratlanishni boshladim. Yana boshqa vaziyatlar ham bo'lgandi, lekin ular haqida keyingi safar. Xullas bunga ishondim. Dunyo qarashim butunlay o'zgardi. Ko'p ishlaydigan odamlar hech narsa qilmaydigan odamlarni yomon ko'radi. Ularni haqorat qilishni, shapaloq tushirishni xohlaysan. Buning sababi esa o'zingni shunday holda ko'rishdan qo'rqasan. Shu to'g'rimi? Ha, bu haqiqat. Bu haqiqat. Bunaqa odamlarni ko'rsam, qisman o'zimni o'tmishimdagi aksimni ko'raman. Ha. Aslida ulardan emas, o'tmishimdagi o'zimdan g'azablanaman. Menda ham 100% shunday. Bekorchilarni ko'rganimda o'zimni shu ahvolda ko'rishdan qo'rqaman. Shuning uchun ularga g'azabimni sochaman. Ha, Lekin bu yaxshi emas. Bu manzaradan qo'rqqaning uchun ham nafratlanasan. bu boshimdan o'tgan. Shunday qilib sen qaytib kelding. Chorak mil yugurding, to'xtading va uyga qaytding. Qanday qilib kuch yig'ding? Kelib, Rocky'ni tomosha qildim. Sutli kokteylimni olib, Rocky'ni qo'ydim. Eng yoqtirgan filmlarim Rocky bilan Vzvod.
Nima uchun vzvod? Men qayta tura oladigan odamlarni yaxshi ko'raman. Kinoda shunaqa sahnalar borki, uni ko'rib, Jahannam haftaligidagi birga qatnashgan safdoshlarimni eslayman. Bu qo'shiqlarni doim og'ir vaziyatlarda xirgoyi qilardim. Hamma taslim bo'lib, stop degan paytda men xayolan uzoqlarga ketib qolardim. Hech kim topa olmaydigan qorong'u joylarga va xayollarim bilan yolg'iz qolardim. Vzvodda bir sahna bor. Elaysni o'qqa tutishganda u o'ldi deb o'ylashadi. Vertolyotlar uchib ketayotganda Charlie Sheen Tom Brengerdan Elays qayerda? Elays qayerda deb so'raydi. Aktyor William Defoe o'ynagan. O'rmonda o'ligini ko'rdim deydi Berner. Shunda o'rmon ichidan Elays yugurib chiqadi. Ortidan vyetnamliklar unga qarata o'q otar. U bo'lsa jon jahdi bilan vertolyotga yetib olmoqchi bo'ladi. Orqasidan kelgan o'qlar uni yiqitar. U bo'lsa yana o'rnidan turar va yugurishda davom etardi. Bu odam kurashyapti. Men kurashishdan to'xtamaydigan odamni yaxshi ko'raman. Shuning uchun bu narsani eslatma sifatida olib qo'yaman. Sen azob chekishing kerak, og'ayni. Ha, azob chekishing kerak. Qanchalar og'ir bo'lmasin, azoblarga turib berishing kerak. Bu semiz va ishonchsiz odamdan yer yuzidagi eng yaxshi odamlardan biriga aylanishing uchun qiynalasan. Bu yo'l ko'pchilik uchun tushunarsiz bo'lgan bir narsani talab qiladi. Shunaqa o'y-xayollar, o'zim haqimdagi fikrlar hammasi yomonlashib ketardi. 402 metr yugurganimdan xursand bo'ldim aslida. Chunki taslim bo'lmadim. Shunda o'zimga tasalli berib, balki ertaga ko'proq yugura olarman dedim. Dunyo qarashim o'zgardi. Yomon vaziyatlarni yaxshi tomonini ko'rdim. Boshqalar hatto o'ylab ko'rishga qo'rqadigan ishlarni qildim. Mashinaga o'tirib o'yladim. To'g'ri, sen 134 kilogramlik suvdan qo'rqadigan baqaloqsan, lekin senga jasorat kerak dedim. Ishni tashlab yangi hayot boshlashga, bor mas'uliyatni bo'yningga olishga jasorat kerak dedim. Ushbu podkast Qiymat loyihasi tomonidan tarjima qilingan. Podkastning to'lig'ini ko'rmoqchi bo'lsangiz, Qiymat yopiq hamjamiyatiga qo'shilishingiz mumkin. Bu orqali siz loyihani qo'llab-quvvatlaysiz va bu kabi uzun va sifatli kontentni tarjima qilishga yordam berasiz. Obuna narxi 48 ming so'm. Obuna ichiga har oy 2 tadan 4 tagacha tarjima qilingan podkast kiradi. Va bundan tashqari qaysi podkastlarni tarjima qilishimizga ham ovoz berishingiz mumkin. Tarjima va ovoz berish mehnati kuch va xarajat talab qiladi va qo'llab-quvvatlashingiz orqali Qiymat loyihasi sizga qiymat berishda davom etishiga yordam berasiz. Obuna sotib olish uchun Telegram orqali Qiymat adminga plus belgisini qoldiring. Havola video ostida.